Shavkat Mirziyoyev huzurida paxta hosili yig'imi, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati, investitsiya va eksport ko'rsatkichlari ijrosi hamda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi ishlar tahlili yuzasidan kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari 2 hafta ichida ayrim masalalarni hal etish, nimstansiya, elektr va suv tarmoqlarini mavsumga shay holatga keltirish zarurligini qayd etdi. Bundan tashqari bu yilgi kuz mavsumida 125 million tup daraxt va buta, bahorda esa yana 75 millionta ekish rejalashtirildi. Bunda sug'orish tizimi va imkoniyati yo'q joylarga ko'chat ekmaslik talab qilib qo'yildi. Bundan tashqari yig'ilishda ma'lum qilinishicha, joriy yil 3-choraga yakuni bilan mamlakatimizga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi 33,5 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Yanvar-avgust oylarida eksport 23 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 31% ga ko'paygan. Shuningdek, AQSh shtatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish ham belgilandi. Yig'ilish yakunida prezident barcha yo'nalishlarda belgilangan vazifalarni o'z vaqtida va to'liq bajarish bo'yicha ko'rsatmalar berdi.